gazan bo'ladi deb turibdik ha. Yangi yilgacha, yangi yildan so'ng bu tartibni yapamiz deb turibmiz. Eng kichkina kvadrati necha kvadrat bo'ladi? 46,5 kvadrat metr. Eng kattasini kolonnalarni ishlab chiqibmizlar. Ya videoning boshida suyum ketmasdan oldin aksiya deb bir gap qachib turibdingiz. Sira aytmayacaqsiz, bir qandaydir bir sistemalarni qilyaptir bular. Shohonalik arzon narxda mujassam, barcha qulaylikda xotirjam yashang. Oho, yangiliklar katta-ku Rasulbek. Ha. Reklamalar ham qo'yib berishlar, xonalar ham ichki ko'rinishidagilar hammasi yo'lni bo'yinda mujassam-ku ha? Albatta. Yangiliklarni ko'rsatib beramiz unda. Assalomu alaykum, sho'xtili obunachilari, uy el ataman degan mijozlarimiz va obunachilarimiz. Sizlar uchun Voha Residence qurilish kompaniyasidan navbatdagi seriyalarimizni qilyapmiz. Sababi bu yerda katta o'zgarishlar bor. Rasulbek bilan birgalikda hozir sizlarga nov yangiliklar qilinib turganini bugungi seriyalarimizda ko'rsatib tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum Sho'xtil kanali obunachilari. Bugun yana Urganch shahrimizda avvaldan ham qo'yib beramiz. Voha Residence qurilish kompaniyasi tomonidan 1000 ga yaqin xonadonlar qurilishini boshlagan edik. Yana shu yerda qisqa muddatlarda 1,5 oy ichida shuhurada ko'plab ishlarni amalga oshirdik. Xudo xolasa hozir obunachilarimizga batafsil ma'lumot berishga harakat etib, har bir bloklarimiz qaysi etapda, qaysi bosqichda borayotir, shu to'g'risida ma'lumot beramiz. Qarasa, qurilish agiramizdan ko'rsatib tanishtirib chiqamiz. Beray oxirgi marta kelganlarimizga 1,5 oy bo'ldi o'xshaydi. Avang shu sentyabr oyining oxirida video joylagan edik, oktyabrning boshida. Shu vaqtda bu yerda ya qarqasini o'qib yurardingizlar armatuldan. Teylari stiyashga bo'ldi. Podvalni bitiribsizlar o'zi. Birinchi etajga chiqibsizlar. Demin bitib qoladi-ku bu yerda. To'g'ri aytdingiz. Siz shu vaqtda kelganingizda hali podvalni biza cho'rnovoy stiyashkasini qilib, ustidan podошва uchun karkas do'qish jarayonida edik. Shu jarayondan keyin biz bu yerga 1 metr beton qo'ydik. Undan keyin kolonnalarni ko'tarib, bloklarni qo'yib, podval qismimizni yakunlab, hozir qarang, birinchi etajni ham yakunlash. Hamma kolonnalar qo'yildi. Rigellarni qo'yish jarayonidan bir hafta ichida hafta ham bormaydi. Birinchi etajni yakunlab, ikkinchi qavatga qarab yo'l olamiz. Bu apolopkalarim 8 killarini olibsizlar-ku, ha? Silliq bo'lib chiqib turibdi kolonnalari ham. Boshining kranlarini ham qo'yib beribsizlar. Avang. Bir 3si ishlab turibdi o'xshaydi bu yerda. Yo'q, 3si emas. Bizda hozir 4 dona minora kran, 4 dona balonli kran ishlab turibdi. Hozir 8 kran ishlab turibdi bizda. Bu yerda har vaqtdan bir gechni o'tib qaytaman. Bu gechda mi ishlaysizlarmi sizlar? Ishlab turibmiz, havo yaxshi. 12 dan ishlayverasizlar. Svetlar yonib turgan, qurilish jadal ketib turibdi. Avang. Shunda 1,5 yilda qurib bitirjaksizlar mana. Xudo xolasa ishlarimiz tezlashib, havo shunday yaxshi bo'lib tursa, muddatidan ham avval topshiramiz. Bu syomkadan oldin yoshlarimiz bilan ko'rishdik. Shu vaqtda bu yerda gaz ham bo'ladi deb turibdik-ku, ha? To'g'ri aytdingiz. Orqa 10-11 bloklarimizga gazga ruxsat beradilar, xudo xolasa. Endi hozir shu dolzarb muammo bo'lib qoldi shaharda. To'g'ri aytdingiz. Ko'p yillarda ko'p qavatli qurilishlara gaz bermaydi turibdilar. Bu endi bu yerda o'zi oddiy yo'li bilan ajralib turibdi-da. Yangi O'zbekiston massifida shu hamma qulayliklar bor. Albatta. Eldalarimiz ham dim keng ekan bu yerda. Eldalarimiz keng. Yana yo'ldan gideta bir 50 metr bordi. 50 metrdan ham ziyod. 50 metrdan ham ziyod. Eldinda demak parkovkalar bo'ladi. Eldin hali biza zinalar, pandus, nogirallar chiqib chiqishi uchun mo'ljallashtirilgan panduslarni qo'yamiz. Hamma sharoit yaratilishi kerak va undan tashqari eldinda o'zini birinchi etaj natural xarid etadiganlar uchun parkovkalar 20 metrdan ziyod parkovkasi bo'ladi. O'zini shaxsiy parkovkasi bo'ladi shunda. Eldinda do'konga kelganlar uchun parkovka bo'ladi. Demak, hozir vaqtida shu yerdan natural binolarni ham sotib olsangizlar, ana bizneslar shippa uchib ketadi. Bu yerda divizioniya o'zi 24 soat aylandi. Kecha kunduz shu yerda divizioniya to'xtamaydi. Bu yerda klinika klasslarmi yoki bo'lmasa restoran, boshqa bir maishiy xizmat ko'rsatish obyektlarini qilsangizlar, bizneslaringiz yurishib ketaveradi. Nechun desa, eldinda yana aytganlari deyim, parkovkalari bor, ham podval ham baland ekan.
3 metr bo'ladi buni Podvalni podvali. balandligi 3 metr, naturarimiz birinchi qavat 3.7, ikkinchi etajimizda naturar 3 metr balandlikda bo'ladi. Naturallarınız narxı neçədən bo'lib turibdi? Hozir aytilish narxi 12 million so'mdan bo'lib turibdi har bir kvadrat metr uchun. Bu aytilish narxi agar mijozimiz tomonidan 30, 50 yoki 100% to'lovli amalga oshirilsa, bu narx kelishiladi. Əldeləri ayna bo'ladimi buni proyektda? Eldlari kalyonli shishadan ayna Şu bo'ladi. kalyonli shishani kim qo'yadi? Quruvchi tomonidan Quruvchidan qo'yib, qo'yilib. natural binoning ichi oqartirilib, pastlari steshkalari qilinib, yarim tayyor holatda topshiriladi. Bu yerda endi sentralniy kanalizatsiya bor, svet bor, gaz bor, suv bor, maktab bor, bog'cha bor, ko'ngilochar obyektlar ham bor. İçanda bir aylanib yuradigan, qolaversa Shovotning bo'yi. Hozir endi chang bo'lib turibdi, bu yer qurilish tamom bo'laversin. Eng so'lim go'shadan birini aylanadi Xorazmda, Urganchning o'zida. Har taraflama yoki lokatsiyasi zo'r. Bu yerdan o'zi Gullana, Yangi bozorga chiqib ketasizlar. Bu yerdan Xiva, Qo'shko'pir, Yangiariq yetilaveradi. Oldindan yana sentralniy magistralniy yo'l, yana buni o'taverasizlar. Doğrularimizda shoshilinch bo'lmasa, Urduga mı yerda piyoda borsa bo'ladi. Bozor. Center bozor. Endi marshrutkalar aytmasam bo'ladi. Ikkala marshrutkalar yuriydi bu yerda. To'g'ri. U to'rdan obyektlaringiz bor-da? Bor. Ular ham bitib qoldimi biroz yeri? Qurilishi 5-qavatga chiqdik. Shu yaningizda endi 3ga chiqqan edik. Hozir 5 ta ishlar ketib turibdi. Yaxshi. Bizlardan aytib kelib turibmilar? Albatta o'tgan safar videomizdan keyin shu kelgan xaridorlar sho'xtil bilan ajoyib obzor qilibsiz, zo'r tushuntiribsizlar, ko'p ma'lumotga ega bo'ldik deb shartnoma qilgan mijozlarimiz ham ko'p bo'ldi. O'tgan seriyalarimizda sement zavodni ham ko'rsatgan edik. Bevosita bu yerga qurilishga nechik sifatli materiallar kelib turganini arg'i seriyalarimizda ko'rsatgan edik. Endi videoni ham banda qo'yib beramiz, girib ko'rishlaringiz mumkin. O'zi ishi uzoqdan qarasangizlar ham ko'rinib turibdi. Sementlari hamma narsasi joyli-joyida, shu narsa bu yerni nazoratidan kuchli bo'lib turibdi. Har qadamini qilib turgan ishlarini, har kunlik hisobotini berib turibdilar. Endi kattalardan kelib turib, kerak bo'lsa tekshirib ekspertiz, nechali ekspertizdan o'tadi bu. Xudo xolasa bu yerni bitisini o'zi prezidentlarimiz kelib ochilish qilib beradilar. Xudo xolasa balkim shunday bo'lar. Qani endi arxi bloklarni ham bir ko'rib chiqsak unda. Bo'ldi, bemalol. Shunda bu hozir birinchi blokimiz. Bu birinchi bloklarimiz. Bu anda chap tarafimiz ikkinchi blok, bu tarafimiz va keyingi bloklarni shunday borib tushuntirib o'tamiz. Shu Shovot kanalga borib diralincha sizlarni xatari shu, ha, hammasi. Bu diralandan keyin Shovot ham qarab ketgan. Yana qarab ketgan. Ular ham bizaniki. Zo'r to'shkalardan o'zi tanlasa bo'ladi ekan, mana hozircha tanlov bor. Rasulbek, bu Shovot kanalına yakapmızku yürüp ha? Kuruluşlarınızı görüp. Ben tarafını içik bu turttu endi kuruluşlarına. Demek şu blok getirdik. Yine bu 10 tarafımızdaki 3. blokumuz. Bu blokumuzda yana bir podval kısmı işi yakunlanıp plita bastırış jarayonuna getir. Bu domumuz ise 4. blokumuz. Yani Shovot bo'yi hamda sentralniy yo'l koridor asosiy uglovoy dom. Bundan xarid etganlar Shovot bo'yini ham ko'raveradi, asosiy yo'lni ham ko'raveradi. Buni monolitdan qurib turibsizlar, ha? Bu domimizning arg'i domlardan farqi hamma joyi monolit dom bo'ladi. Hamma yeri betondan yo'q, plita ishlatilmaydi. Bu domimizni podvaldan tutib 10-etajga chiqqancha monolit quyib boramiz hamma joyga. Adim mustahkam bo'ladi ekan-da, shunda bu yer. Mustahkam bo'ladi. Necha etaj bo'ladi bu? Hamma domi shu aytganimizdek 10 etaj bo'ladi. Hammasi 10 etajda. 1-2 qavatlari natural, 3-qavatdan 9-qavatgacha xonadonlar, 10-qavatda ochiq terrasali 100-150 kvadratli uylar. Bu Shovot kanalini tomosha qilib o'tiriladi ekan-da, ha? Temoli bu yuqorgi etajlar arzonroq bo'lsa kerak. Hozir shu sotuvimizda bizlardan mijozlar yuqorgi etajlarni xarid etaversa, narxi shunga qarab arzonlab boraveradi. Lekin bütün rivojlangan davlatlarda nechali balandga qarab chiqsang, shunchalik qimmatlab boraveradi. To'g'ri aytdingiz. Oddiy Toshkentimizda, masalan, Toshkent Cityda qurilgan uylar bor, nestvolar, shularda etaj yuqori chiqqan sayin narx qimmat. Sababi vid, asosiy ko'rinish, toza havo. Shuning uchun odamlar pul to'laydi. Bu qurilishni tezlashtirib beribsizlar. Ya'ni 1,5 oy bo'ldi. Jeyallarimizni ham podvalni bitirib tashlaysizlar. Birinchi etajda ham bosiryapsizlar. Nega boshqa qurilish kompaniyalar 2 oylab, 3 oylab, bu teyidim, yutadi buni, nöla chiqqanchamiz nechali minut bo'ladi deb shu kalla siqqa naslar nechata bet turibsizlar? Men hayronman.
Doğru savol berdingiz. Yodingizda bo'lsa, bundan siz bilan oldingi videomizda beton zavodimizni obzor qilgan edik. Yodingizda bo'lsa, shu yerga borganingizda biza aytdim, hali domni qurilishini boshlamagan edik. Lekin shu vaqtda aytdim, massivda meni domlarimni, bloklari hamda plitalari tayyor degan edim. Ha, aytmoqchi, shu qurilishlar emas, shu materiallar turganimi hali? Aytganimizdek, Xorazmda yo'q narsa, bizda 3 dona beton zavodi bor dedim. O'zlarimizning mikserlarimiz bor dedim. O'zlarimizning mikserlar tinmasdan shuda betonni tashib, ham o'zlarimizni ishlab chiqarishimizni inobatga olgan holda ish shuning uchun ham yaxshi jadal tarzda olib borilib turibdi. Demak, shuni hisobini tez bitirib berdingizlar, mana. Ha, bir yan tarafdan yaxshi bo'libdi, sovuq tushmasdan oldin kerakli fundamentini, asosini taklab olibsizlar. Bu yana o'zi ketaveradi, asta-sekin o'zini bodinda. Shunda bir kechasi ham ishlab turibdi-da, ana. Projektorlarni qo'yib, kranlarning o'zina projektor o'rnatilgan. Ya'ni yuqoridan biza beri yorug'lik berib, yechim bilan ham ishni tashkillashtirib turibmiz. Yechda o'tamay vaqtdan bir. Birini o'zi bir boshqa bir shehar bo'lib ketadi. Ish yetmayapti, jatir-jutir svetli yonib turibdi. Ish qilib, ish jadal yetib turibdi. Bemalol, hech ikkilanmasdan hozirgi davrda kvartiralarni sotib olsam bo'laveradi. Bemalol. Endi to'lovlar nechik bo'lib turibdi, to'lovlar? To'lov tartiblarida hozir mijozlarni birinchi navbatda imkoniyatini qarab turibmiz. Sababi bizda 1000 dona kvartira bor. Shunga yarasha taklif bo'lish kerak. Xohlasalar mijozlar tomonidan minimal summalar 50 million, 60 millionlar bilan ham xonadon xarid edib, gibrid rasstroyka asosida, masalan, 50 million to'laydi, oyina 4 million, 5 million. Topib bilgan pulini keladi, kelishasizlar. Gibrid rasstroyka asosida baravaramiz. Bir xonadonlar shu doimgidek 30% to'lasalar, 3 milliondan oylik bunday tartiblar ham bor. Boshlang'ich to'lovsiz xonadonlar. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Boshlang'ich to'lovsiz xonadonlar yangi yildan so'ng bu tartibni yapamiz deb turibmiz. Shoshilib qolish kerak unda. Yangi yil ish jarayonida bir oy qoldi. Oldindan to'lovsiz shu bilan tugaydi. Sababi bizning qurilishimiz tezlashdi, ko'rib turibsiz. Men yangi yilgacha xudo xolasa 2 etajni kutarib, 2 etajni bostirib, 3-etajga qarab yo'l olaman xudo xolasa. Hozir oldindan to'lovsiz bor axir. Bor, yangi yilgacha shu aksiyada turibdi. Eng kichkina kvadrati necha kvadrat bo'ladi? Eng kichkina xonadonimiz bizda bir xonali xonadon 46,5 kvadrat metr. O'zi bir xonali bo'lgani bilan bemalol 2 xonali razmerini beradi. Shu 2 xonali kvartiralar ko'p yerda. Men ham masalan o'zi kvartiram 48-50 atrof edidan 2 xonali. U katta bo'ladi ekandan demak. Bir xonali kvartiralarimiz. Shu eng kichisi shu axir. Eng kattasini? Eng kattasi 215 kvadrat 4 xonali. 215 kvadrat. Oho. Hovli joy-ku. Hovli joylar. Muhakaram penthouse-lar ham bormi 2 etajda? Yuqorida? 2 etajlimiz yo'q. Bizda shu 1 etajli ochiq terrasali shu 4 xonali xonadonimiz shunday. Shuni proyektlatish iloji bormi, yo'qmi? Yo'q. Hozir bizda loyihamizda unday narsa ko'rsatilmaydi. Biz loyihadan tashqari ketib bo'lmaydi. Bilimmiz ava. Shavatni bo'yram gap qoldi yana piyoda adami. O'zi g'irdavaraqni sizlar egalladingizlar o'xshaydi. Butun tochkasi zo'r yerlarni. Demak, bu keyingi blokimiz bizning chap tarafimizda joylashgan 5-blokimiz. Bu blokimiz ham podval qismi 100% yakunlanib, birinchi etajni kolonnalari ham 100% yakunlanib, hozir rigel qo'yishga tayyorgarlik bo'lib turibdi 5-blokda. Kolonnalarni streçlab chiqibmizlar? Buni streçlab qo'yishimizning sababi beton gen vaqti markazi bo'ladi. O'zi shu streçda paketda betonni markazi yo'qotmaslik uchun da streçlab o'rab qo'yibmiz. Streçni o'zim buni olib qaranda rasxod, lekin yaxshi. Ya nazoratdan to'liq o'tib turibdi-da, shunda berdi. Hozir har hafta davomida kelib tekshirib turibdilar. Hozirlikcha kamchiligimiz yo'q domlarimizda. Sabab kolonnalarda yoki rigellarda marka bermasa, u buziladi. Turg'anda buzib qaytadan zatiladi. Xo'p, qurilishlarning jarayonlarini ko'rib oldik. Ya, videoning boshida suyum ketmasdan oldin aksiya deb bir gap qochirib turibdingiz. Sira aytmayacaqsiz, bir o'zim tortib olmasam bo'lmayacak. Ne yangiliklar bo'lacak, ne aksiyalar çeksizlar? Xudo xohlasa, bu aksiyani aytmay turgan sababi bor edi. Buni yangilar qo'yacakmiz. Yangilarni hamma shu xonadon xarid etish niyatida yurgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, ajoyib taklif bilan xonadonlarni, lekin sanoqli xonadonlarni taklif etacakmiz. Ya'ni oldindan minimal 20 million to'laydilar. 20 million? 20 million. Qarang. 2000 dollar emas-ku va? 2000 dollar emas. Avval oyina 8 milliondan xonadon deganimizda ko'pchilik avuncha pul to'lab bo'lmaydi. 8 milliondan ko'p dedilar. Endi shu narsalarni inobatga oldik. Oldindan 20 million, oyina 4 million.
Yo'q, hey. Ha. Bitish bo'ladi bunda u. 4 million. Ha, gibrid rassrochka asosida bo'ladi. Sanaqli xonadonlarni qo'yamiz. Buni aniq necha xonadon, qaysi etajlarda bo'lishini ijtimoiy tarmoqlarimizda qo'yamiz. Sanaqli xonadonlar oldindan keladi. Minimum 20, 21 bo'lsa 21, 22 bo'lsa 22 ikkala beradilar. Sanaqli xonadon degan yangi bir komnatlilarni berasizlarmi ya? Yo'q, bir xonali bermayjakmiz. Shu bir xonali aytsak, shu bir kichkina joyni berding degan gap bo'ladi. 2 xonali 74, 77, 80 kvadrat uylarni qo'yacakmiz. Men hozir 2 million kisamda bor. Ha. Geldimdan, sizlar aytgan etajdan olamanmi? O'zi sanaqli xonadonlarni qo'yamiz, yangi yil aksiyasi aytib. 3 xil loyihada 2 xonali xonadonlar qo'yiladi. Ha, 3 xil tipda bor. Hava. Demak, 20 millionni sizlarga beraman. Hava. Qolganini 4 milliondan to'lab 4 beraman. millionni 30 oya. Joy bitincha. Hava. 30 oya. 30 oya 4 milliondan to'laydilar. Qolgan ostatkasini bitgandan so'ng hisob kitob etsa, xolasa imkoniyati bo'lsa to'lasizlar, xolasa kredit hisobidan hisoblashinglar. Ha, oylikim masalan 7-8 million, 9 million bor, 10 million bo'lgan taqdirda uy ham pul to'lab yuraveraman ekan, baxtli hayot kechirib ham yuraveraman ekan, qo'yam bir bitincha. Taxminan yangi yil shu mijozlar uchun imkoniyat yaratib 50 kvartiradan 60 kvartiracha deb turibmiz. Endi to'shni o'zi ishlab chiqamiz. Buni xudo xolasa yangi yilda o'zingiz ham kelasiz. Yangi yilda keyingi seriyada to'liq aytamiz. Keyingi seriyada to'liq ochamiz. Hozir boshdan ochib turarli kartani. Bo'ldi. Bu shu stirchilikga turib kelib gaplashsangizlar ham bo'lar, endi bilinman lekin. Endi to'liq ma'lumotlarni shu ofislarida kelib turib, qizlar bilan bog'lansangizlar, o'zlari hamma narsani batafsil ko'rsatib, danishtirib beradilar. Agar uzoqda bo'lsangizlar, ekranda yozilgan telefonlara urasizlar yoki bo'lmasa Instagramdagi akkauntlarimizga podpiska etib turib, o'zlaringiz qiziqtirgan savollaringizni bersangizlar, sizlar bilan bog'lanib, to'liq ma'lumotlarni aytadilar. Ofislarimiz esa Shoshilinch Bolnitsani Perekroskasining ro'parasida joylashib turibdi. Endi lokatsiyalarni ham qoldirdik, ko'rib, bilib, o'zlaringiz qalasazlar stroykani o'zida kelib turib, tekshirib olsangizlar ham bo'ladi. Endi hozir bizning xalqimiz ham ko'pisi chetda bu yoqda yurib quruvchilikdan ham xabari bor. O'zbek xalqini o'zi 80 hunar ham oz bo'lib qoldi-ku. Hamma ishlatib biladi. O'zi ustidan kelib ko'rsangizlar, sifatini ham tekshirib bilib ketaverasizlar. Shu bilan yakunlayveramizmi? Bo'ladi. Keyingi yangiliklarni orqa seriyalarimizda qilamiz. Shunda katta yangiliklar bo'layotir. Yangi xonadon sotib olaman degan mijozlar uchun ko'plab sharoitlar bilan xonadonlarning taklifini qo'yamiz. Hozir rejalashtirib turibmiz. Toza yildan kvartira olaman, toza yildan toza hayot boshlayman deb o'ylab netib o'tirmanglar. Meni o'zim ham uzoq quloqlardan eshitib yuribman, qandaydir bir sistemalarni qilyaptir bular. Endi общий bir O'zbekiston bo'yicha qandaydir sistemalarni qilyaptirlar, escrow dedi, bir narsalar dedi. Kvartiralarni to'lovlari yo bo'lmasa baholari o'zgarib ketsa, bular hech to'lmaydi. To'g'rimi? Shuning uchun oldindan olib qolinglar, tem bo'linglar. Tez arada aksiyalarni e'lon qilib beradilar ekan. Shuning uchun 2025 ni 2026 ga qo'yib yurmanglardan hoziroq kelib turib yoki telefonda bog'lanib turib, o'zlaringizga yaqin kvartiralarni kerakli zo'r mestalardan egallab band qilib olinglar va baxtli hayotni 2006 dan kechirib boshlayveringlar. Biz esa shuning bilan videoroliklarimizni yakunlaymiz. Agar yoqqan bo'lsa, albatta like'larni bosing. Qandaydir savollaringiz bo'lsa, kommentariya ham yozib qoldiringlar. Quruvchilarimiz hammasi o'qiydilar, ne gap so'z, nechik. To'g'ri negativlar ham yaxshi qaraydilar. Bo'lsa negativlarni biz bloklab tashlaymiz. Shuning uchun normal gaplarni yozib qoldiraveringlar, tilaklar ham yozib qoldiraveringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shovotning bo'yinda zamonaviy tipda qurilgan yangi O'zbekiston massivida baxtli hayot kechirish nasib qilsin. Xo'sh, nechada endi voy escrow? Escrow tizimida endi shu xonadonlar narxi kvadrati 300 ming so'mdan 500 ming so'mgacha qimmatlashi mumkin deb turibdilar. Her bir kvadrat metr o'rtacha masalan 60 Buni kvadrat. sizlar qimmatlatasizlarmi? Yo'q, bu o'zi escrow tizimi ishga tushsa, xonadonlar narxi, ya'ni mijozlar tomonidan xonadonga to'lanadigan pul, hozir mijoz bilan shartnoma oldik-ku, borib bankka to'layadi, bizning shotimizga keladi, biz foydalanar edik. 2026-yil 1-yanvardan ular to'lagan pul bizning ikkinchi shotimizga tushadi, bankdagi shotga tushadi, biz undan foydalanib bilmaymiz. Ya'ni biz uyni 30% ni ma'lum bir bosqichni topshirganimizdan so'ng bank bizga shu puldan foydalanishga ruxsat beradi. Bu degani men bundan bana qurilishni keysam men quraman, keyin sotaman. Agar quravermasam men nechataman kredit rasmiylashtiraman. Kredit olsam foizi bor.
Foiz aldım demek, Daha xonadonning narxi qimmatlab ketdi, avtomatik qimmatlıydı. Bu yanvardan başlanam indi. 2026 yil 1-oy. Shuning uchun aytib turibmiz yanvardan, ha? odamlarga yangilarcha xonadon xarid qiling. Sizdə özlərinz qalaman qaldı, o'sha qimmatlab ketadi. Holatlarimiz o'zi shundaylarni avval escrow tizimsiz ham ishchilarning narxi, material narxi oshib turibdi-ku, biladi ko'pchilik, xalq remont ettirib o'tdi. İş qilib yashatmayacaksın aslında. Nishatasin deb Nishatasin bak. Ha, sizden şunu ettik. Bunun da ses tərəm də tutmuydu, yaman tutmuydu. Taze sistema ha. Ha. Mənim birini ak koyayım məkan yanında. Yakında sattım kvartiramı. 31 dekabr günü vereyim sizə bir şərtnamə. Şimdi görüş gerekmi ya? Yengilə. Ki arayandı ya bığım İslam'a öz şu ne de kaç 4 kitə milyondan төлeysiz 4 qoyun. milyondan ha? Ha. Ay bunu ölçürün lan bunu buldu. Özlərimizi ölçürsinlər, Özlərimizi görün lan bu bana. Buldu.